Hammaga xayrli kun. Assalomu alaykum. Mirzo Mebel hamda Andijon Mebel kanali obunachilari. Biz Andijon viloyati, Andijon shahri, Jahon bozor hududida joylashgan bir fayzli xonadondan bittasida bo'ldik. Hozir mana shu so'rimizda xon taxtalari bilan chiroyli qilib dastavka xizmatlari ichiga olgan holatda razmerlari 2,5 ga 3 bo'lgan mahsulotimizni taqdim qildik. Qarang, taxtalari, ustunlari 100% yong'oqda ishlab chiqarilgan. 11 ga 11 holatdan bo'ladi. Ustunidan tashqari qolgan hamma detal joylari esa hatto mana bu reykalarigacha sasna mahsulotda ishlab chiqarilgan. Balkalari ham 4 qator bo'ladi. Kelishilgan holatda 5 ta ham qilib beriladi. Toshning razmeri 240 ga 290 bo'ladi. Bemalol 10 ta odam sig'imga ega. Endi bu mahsulotimiz qalinligi mahsulotda 17 lik taxtada bo'lgan. Butun O'zbekiston bo'ylab viloyat markazlarigacha dastavkamiz bor. Uyingizgacha bo'lsa yana kelishilgan holatda qilib beramiz. Pastdagi 90 lik 414 41 nomerlarimizga bemalol murojaat qila olasizlar. Xon taxtalarimiz ham bor. Xon taxtalarimiz razmeri 1.30 ga 1.60 bo'ladi. MDF suv tesi ishmaydigan mahsulotda ishlab chiqarilgan. Mahsulotlar go'zalligini qarang. Hamma taraflarida gul o'yib chiqarilgan. Nasib qilsin deganlar ham bitta like bosib qo'ying, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib ketishni unutmanglar. Mana 180 gradusga aylanadigan 4 ta tormozlik g'ildiraklarda qatirib qo'yilgan. Bemalol yuraveradi. Qalay mahsulotlarimiz. Bizni kanalimizni qaysi viloyat yoki qaysi tuman, qaysi shahardan kuzatyapsiz hozirgi kunda?